IV terapiyani Preventage instituti bazasida o'qidik. 2023-yil edi. Ammo hech ham qo'limiz shu IVni boshlashga, hech bo'lmasa o'zimizda sinashga imkoniyat bo'lmagan edi va birinchi IV terapiyani 3-farzandimga homilador bo'lishdan oldin organizmimni tayyorlash uchun tanladim. IV terapiya homiladorlik davrimda juda ham ko'p badli ichmasligim uchun, ya'ni holsizlik, tez charchash bo'lmasligi uchun, doimiy energiyada yurishim uchun, ortiqcha semirib ketmasligim uchun, shishib ketmasligim uchun menga juda ham yordam berdi. Reproduktologiya sohasida 8 yildan beri ishlayotganimga qaramasdan, birinchi, ikkinchi homiladorliklarimda hozirgi bilgan bilimlarimni yarmini ham bilmaganman deb ochiq ayta olaman. Balki shuning uchun homiladorliklarim biroz og'irroq o'tgan, ko'p kasal bo'lganman. Balki shuning uchun homilador bo'lishim ham murakkab bo'lgan, homiladorlik davrimda ham ortiqcha juda ham ko'p tana vazni yig'ib yuborganman. O'zim IV muolajasidan sezilarli ijobiy natija olganim uchun bu narsani patsientlarim bilan ham bo'lishib, endi IV To'laym klinikasida ham yo'lga qo'yildi. To'liqroq ma'lumot olishingiz uchun albatta plus belgisini qoldiring. Call center xodimlarimiz, menejerlarimiz o'zligi siz bilan bog'lanib ma'lumot berishadi.